6 oy tergovda pedagogda aqli yetgan narsaga u tergovchi ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin emas. Prokuratura uyushtiryapti bular bilan nima sababdan qasd qilgansiz? Agar sun'iy ravishda vaqt cho'zish deb o'ylayman. Asosi bor odam, misol Shuhrat aka qo'lingizda asosiy turibdi. Tarz aloqasi yo'q u narsani. Hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Yoki o'zini o'sha tezkor xabar nimaga shu vaqtgacha bermadi? 7 oy o'tdi oradan. 7 oy, 6 oy tergovda bo'lgan. Nimaga 6 oy tergov vaqtida birorta tergovchi o'sha narsani ko'rmadi? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Esanov hamda Otabek aka Jo'rayev. Xabarlaring bor. Furqat tumanida bo'lgan holat yuzasidan Gulirano Qosimovani sudiga kelganmiz poddershka uchun. Holat bo'yicha bugun o'sha Furqat tumani IIB boshlig'i ko'rsatuv berishga bosh tortdi. Aynan ekspertiza xulosalari kelishini kutishini so'radi hamda prokuraturadagi shakl 1, shakl 2 kitoblarini sud jarayoniga olib kelishini shunga asosan so'roq qilishini sudyaga iltimosnomasini kiritdi. Shu holat bo'yicha mana Guliranoga yuzlanamiz. Aynan u shakl 1, shakl 2 kitobi nimani o'zgartiradi? Rahmat aka, hozir to'g'ri nima qilyapsiz? Ichkaridagi holatlarni gapiryapsiz. Hozir to'g'risi men ham hayronman. O'tgan safargi sudda ham nima berasanmi, ko'rsatma berasanmi deganda qaytdagi vajlar bilan, ya'ni endi prokuraturani ayblayapti. Ya'ni prokuratura o'z joniga qasd qilganda nima mono chisloda kiritdi, u chisloda kiritdi. Mana aqli yetarkan, qaysi chisloda kiritilishi kerak, qaysi soatda yozilishi kerak. O'zlarining hujjatlarini ko'rsangiz birortasi to'g'ri kelmaydi. Qarang, 17:21 dagi xabarnoma, biz ichki ishlar binosidagi xabarnomaga asosan mana ko'rdingiz. O'sha Azizga savol berganimda, Aziz, endi qaysi hujjatga asosan xo'p sen ushab chiqdim deyapsan? Qaysi hujjatga asosan olib chiqding desam, nima o'sha nima 102 xabari bo'yicha. 102 xabari men ichki ishlarda bo'lganimda tushgan-u. Desam aytadi yo'q shu. Qaytga qarasangiz mana shu hujjatni asos qilib olgan ular. U bildirganicha aytayapti, endi uzri shunaqangi bir aloqa bo'lib turgan payti deyapti. Sen ko'rdingmi siz? Yo'q dedi. Unaqa holatni ko'rmaganman dedi. Nimaga bo'lmasa uni bildirgiga unaqa narsani kiritding siz? Men shunaqa xulosaga keldim. Sen xulosangni yozasanmi nimaga bildirgiga desangiz, unga ham javob bera olmaydi. Endi mana misol o'sha nachalnik bilan o'rinbosari aytolmaydiki, mana bunaqa holat edi. Mana konkret bizning mana dalillarimiz yo'q-da, o'zini ko'rsatmalarini ham ko'rsangiz, viloyatga kelguncha biror marta tezkor xabar haqida tiliga olmagan. Hali so'zdida. Hali endi bu qaytdan kelib qoldi u tezkor xabar. Yusuf Yoqubov ko'rsatmasini o'zgartirgandan keyin Jasur Rasulovni ko'rsangiz ham, Akmal Hajayevni ko'rsangiz ham, ikkalasi ham keyin boshida Yusuf Yoqubov xabar berdi, deyapti o'sha xabarda. Undan keyin Yusuf Yoqubov yo'q, meni bo'yindan chiqarib tashlanglar, javobgarlik bor ekan degandan keyin 9-avgustda ko'rsatmasini o'zgartirgan Yusuf Yoqubov. Undan keyin bular Akmal men xabar berdim deb olgan. Endi o'shani gapirib ber, nima bo'lgan desa, vaholanki ekspertizaga o'sha xonani kuzatuv kamerasini, so'rovxonani kuzatuv kamerasini ovozi o'chirilgan ekan. Shuni chiqarish to'g'risida ekspertizaga jo'natilgan. Keyin o'sha hozir aytib o'tishdi studiyamiz, meni telefonim. Bu ikkalasini hozir bularga guvohlik ko'rsatma berishiga ayblanuvchilar hech qanday aloqasi yo'q u narsani, hech qanday to'sqinlik qilmaydi. Yoki o'zini o'sha tezkor xabar nimaga shu vaqtgacha bermadi? 7 oy o'tdi oradan. 7 oy, 6 oy tergovda bo'lgan. Nimaga 6 oy tergov vaqtida birorta tergovchi o'sha narsani ko'rmadi? Endi o'sha narsani kutishimiz kerak ekan. Bu faqatgina meni o'ylashim bo'yicha sun'iy ravishda vaqt cho'zish deb o'ylayman. Asosi bor odam, misol Shuhrat aka qo'lingizda asosiy turibdi. Tarz hamma asosiyni bermaysizmi? U bo'lsin, bu bo'lsin, ana videoni ovozi chiqsin. Videoni ovozi chiqsa, nachalnikni ko'rsatma berishiga nima aloqasi bor? Ovozi chiqsa, chiqmasa beraveradi ko'rsatmasini. U o'ziga bog'liq holatda nimaga izohlab bera olmayapti? Nimaga ikkalasi ham dastavval hech qanday tezkor xabar yo'qligi to'g'risida gapirilmayapti? Bu narsalarni men o'ylaymanki, hozir faqatgina sudni sun'iy ravishda cho'zib, qandaydir javobgarlikdan vaqtincha bo'lsa ham qochish deb o'ylayman. Joningizga qasd qilgani u to'g'rimi o'zi? Jonimga qasd qilganim to'g'ri. Nima sababdan qasd qilgansiz? Agar ahamiyat bersangiz, o'tgan galgi sudda haligi Sohib Nazarov aytdi, men u yerda bo'lmaganman, bolamni Maysaga olib borgandim deb aytdi. Lekin hujjatlarni ko'rsangiz, Sohib Nazarovda imzo qo'ygani ko'rinib turibdi o'sha yerda. Borgani. U bola endi bolamni olib bordim, men aytda bo'lmaganman deb voqea joyiga qaytdan chiqyapti, o'z jonimga qasd qilgan kunim. Nima uchun u boryapti? Aynan o'sha mana shu jarayonda qatnashganlar yetib boryapti. Nima uchun u analizlar boshqa chisloga yetkazilib olib borilyapti? Bu yerda o'zlarini aybini hozir endi prokuraturaga ag'darmoqchi bo'lishyapti. Bular hozir eshitdingiz-ku, prokuraturani shakl 1, shakl 2 daftarida nechida registratsiya qilingan, nechida yozilgan, ha?
102 xabari prokuraturaga emas, ichki ishlarga kelib tushadi, o'z joniga qasd qilsa. Yo prokuraturaga kelib tushadimi? Birinchi ichki ishlarga kelgan xabarnomalari turibdi uni. Yana xatlarni ro'yxatini ham so'rayapti. Xatlarni ro'yxati o'sha o'z joniga qasd qilish qachon bo'lgan, unga ish qachon qo'zg'atilgan. Buni prokuratura uyushtiryapti bular bilan nima qilib deb hozir nima Hajayev shuna nima vaj bilan iltimosnoma kirityapti. Xuddiki bu bizni nimamiz yo'q-ku bunga-yu, bu prokuratura shunaqangi o'yin qilyapti degan maqsadda shunaqangi narsa kirityapti. Ayblayapti, o'zini aybini aql yuklayapti. Jinoyat ishini necha moddalari bilan qo'zg'atilgan edi? Esimda yo'q, lekin 103 yo'q ichida. 103 yo'q, 103 yo'q, lekin u bo'yicha ham biz keyinchalik hali buni nima qilaman, dalillarimizni berdik sudga. Barcha o'sha yiqqan dalillarimizni berdik. Bular soxtalashtirgan hujjatlarni ham asoslab berganmiz. O'shaning uchun biz so'rayapmizki, nimani delani bir tergovga qaytarish kerak. Chunki mana bitta pedagog bo'lib turib, men, misol jurnalist, bloger bo'lib turib, sizlar aqlinglar yetib turgan narsaga o'sha vaqt tergovchini nimaga u joylariga ko'z yumganiga men haligacha tushunmayapman. 6 oy xalq aytayapti, nimaga 6 oy jim turdi? 6 oy tergov bo'lgan. Nahotki 6 oy tergovda pedagogda aqli yetgan narsaga u tergovchi ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin emas. Shu uchun aytayapmizki, o'ylang, meni urgan odamga u guvoh ekanda, men unga qarab savol beraman. Aytingchi, siz meni urdingizmi deb. Umuman mantiqqa to'g'ri keladigan holat emas-da bu holatlar. Hozirgi paytda bizni Oliy sud raislari ham hamda Bosh prokuraturadan ham barcha tashkilotlar kuzatib turibdi. Ularga nima degan bo'lardingiz? Adolatni so'rab to'g'risi charchadim. Adolatni so'rab shu paytgacha so'rayapman, hamma yoqqa murojaat qilyapman. Bular nimani videoni ovozi chiqsa ko'rsatma beramiz deyapti. Tergovchi biz ko'rgan narsalarni ko'rmay qolyapti. Endi bular shu joygacha kelib turib, endi u yog'iga endi prokuraturani ayblab ketyapti. Insof ham kerak-da aka, yana nimani so'rayman? Hamma yoqni so'rab chiqyapman. Endi faqatgina sudning yakunini kutaman. Shu sudning yakunidan keyin men keyin birorta fikr ayta olaman. Misol o'sha oliy majlisga ham, oliy sudga ham to'g'risi gapirib charchadim aka. Mana holatni ko'rib turibsiz. Asossiz ravishda bular o'zini nima qilib olib qochyapti xolos. Zamoni prokuraturani ayblaydimi endi shekil kelib olib. Aynan shu holat bo'yicha raislik etuvchi o'sha начальник militsiyani IIB boshlig'ini iltimosnomasidan qanoatlantirildi. Qisman qanoatlantirdi. Aynan shu mayli so'ragan hujjatlaringni olib kelgin, shunga qarab ko'rsatuv berishga o'z huquqing bor deyapti. Hammani huquqi bor deyapti. Mayli. Shu holat bo'yicha o'sha raislik etuvchi ham ko'radi albatta bu videoni. Adolatli hamda qonuniy qaror qabul qilishini so'rab qolamiz.